Va nihoyat Jasmina Transning qamalishida 3-shaxs kimligi ma'lum bo'ldi. Dastlab eslatib o'taman, Jasmina Transning qamalishida Dilara va Dalil.uz vakili edi. 3-shaxsni sir tutishayotgan edi, ammo 3-shaxs ham bu holatga jim qarab tura olmasdan o'zi ma'lumotlarini berib o'tdi. Hayotimda 3 ta odamni ustidan yozganman. 3 ta. Bittasi Miraziz Bozorov, ikkinchisi Jakuy ibn Tezak. 120-modda bilan qamaldi. Uchinchisini aytaveraymi? Uchinchi Jasmin haromi. Jasmina Trans agar Turkiyadan O'zbekistonga deport qilinsa, uni nimalar kutmoqda? U qachon qamoqdan chiqadi? Va shunga o'xshagan barcha savollarga Xudo xohlasa shu videoda javob olasiz. Malol kelmasa ikki og'iz fikringizni kommentariyaga yozib qoldiring va videomiz kengroq yetib borilishligi uchun, unday translarni boshqalari ham qo'liga olinishligi uchun va bular xohlagan gapini kameraga gapirmasin deydiganlar bittadan like bosib qo'yinglar. Yaxshi niyatda, kibrlanmasdan like bosganlar, sizlardan Xudo rozi bo'lsin. Biz esa videoni boshlaymiz. Oxirgi paytlarda jinsiy faollik susayganmi? Hissiyot yo'qoldimi? Peshobdagi muammolar tinchlik bermayaptimi? Endi xavotirga o'rin yo'q. Yangi tabiiy yechim yordamida 5 kunda o'zgarishni sezing. Quvvat tiklanadi, hissiyot uyg'onadi, ishonch qaytadi. Hayotingizga kuch va baxt olib keling. Tabiiy yo'l bilan hech qanday kimyoviy dorilarsiz. Bugun sinab ko'ring. Natijasini o'zingiz ko'ring. Tabiiy yechim 5 kunda natija. Batafsil ma'lumot uchun quyidagi raqamlarga murojaat qiling. Assalomu alaykum. Bilasizlarki, bir insonning iltimosini bajarishlik o'sha insonda kibr yo'qligini bildiradi va malol kelmasa kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Kibri yo'q insonlarga Alloh ajr beradi, kibri borlarga esa badali mavjuddir. Aziz yurtdoshlar, mavzuyimizga qaytamiz. Jasmina Transni bilaman, ko'plab insonlar qiziqmoqda, nima bo'ladi deya savollar berishadi. Ammo jonidan to'yganlar ham bor bu masala yuzasidan va bizga bu narsa ham yetib kelmoqda. Avvalambor ming bor uzr, sizlarga bu ma'lumotlarni bermasam bo'lmaydi. Chunki kanalimizdagi eng ko'p ko'rilayotgan xabarlar ham aynan shu haqida. To'g'ridan to'g'ri ma'lumot olishingiz mumkinki, ko'plab insonlar hali hamon qiziqmoqda. Xo'p, bilasizlarki, Dalil.uz Dilara ismli qiz Jasmina Transni qamalishda juda katta hissalarini qo'shishdi va harakat qilishdi. Lekin bular takror va takror aytib o'tishdiki, yolg'iz emas va bularning o'zlarini kuchi yetmas edi. 3-shaxs ham borligini ko'p takrorlab aytishgan edi, kimligi bizga jumboq edi. Bugungi videoda aynan shu haqida bilib olamiz. Marhamat. Hayotimda 3 ta odamni ustidan yozganman. 3 ta. Ikkitasini ustidan yozganman, uchinchisini qamatganman. 3 dona. Bittasi Miraziz Bozorov. O'zbekistonda galoboylikni tarqataman, miting qilaman, xastimomga odam olib chiqaman degan edi. Meni tek qilardi, meni haqorat qilardi. Shuni ustidan yozganmiz. Alhamdulillah o'rniga o'tkazdik. Ikkinchisi Jakuy ibn Tezak. 120-modda bilan qamaldi. Uchinchisini aytaveraymi? Uchinchi Jasmin haromi. Turkiyada bizning advokatlar uni ustidan ish olib borishdi va joyiga o'tkazishdi, qamashdi. O'zbekistonga kelsa, O'zbekistondan kutib turibdi uni, jazo kutib turibdi. O'zbekiston hali qadriyatlaridan. Xo'sh, Jasmina Transni nima kutmoqda? Bilasizlarki, Jasmina Trans faqatgina transligi uchun yoki kimnidir haqorat qilganligi uchun qamalgani yo'q va Turkiya hukumatı kimnidir o'sha momentida bosib olib kirib qo'yadigan bo'lsa, demak, undan normalniy statsiyalar bo'ynida turganligi ma'lum bo'ladi. Jasmina Transning Instagram'i kirib ketgandan beri deyarli ishlamagan va u yerda hozir ancha yomon ahvoldaligi haqida ham ma'lumot oldik. Chunki o'zingiz tabiiy, realni o'ylab ko'radigan bo'lsangiz ham, Jasmina Trans qamoqxonada va u hozirda har doim yuziga o'xot deydi, vitamin, pitaniya, balo battarlarini iste'mol qila olmayapti va hozirgi holati aniq bilamanki ozgan va juda ham yomon holatda. Chunki boshqa luboy inson kiradigan bo'lsa ham shunday holatda bo'lishligi aniq. Xo'sh, uni nima kutmoqda? Abrom Muxtorali domlaning aytishiga ko'ra, O'zbekistonda ham albatta qonun ustuvor va unga nisbatan ba'zi bir moddalar tayyor turganligi haqida ma'lumot bor.
Xo'sh, bu holatda Turkiya qo'yib yuboradimi? Yo'q, Turkiya uni bejizga olib qo'yishgani yo'q. Hattoki uni qo'lga olinganda uyidan bir qancha narkotik moddalari va sotuvga taqiqlangan dorilar ham mavjudligi ma'lum bo'ldi. Bir necha insonlar ham vafot etdi. Albatta, aziz yurtdoshlar, kimni tarafini olayotganingizni biling va ba'zi bir san'atkorlar uni tarafini oldi, sababi qo'rqqanidan ertaga chiqsa meni himoya qiladi deya. Chunki bular ommaga birovlarni yomonlab, birovlarni kamsitib nomini chiqarishgan va o'shaning uchun ham ba'zi bir mashhur insonlar bulardan qo'rqmoqda. Qo'rqmang. Nima deb haqorat qilsa qilaversin. Albatta qonuniy tomonlama yozib qo'yasiz, kelganda javob beradi yoki-da baribirda yoqib bemalol ishingizni davom etkazasiz. Aziz yurtdoshlar, albatta Jasmina Trans haqidagi o'sha qisqacha u yerdan kelgan ma'lumotni sizlarga taqdim qilaman. Shuni ham bir eshitib oling. Xo'p, Jasmina Trans Istanbuldagi Qoraqo'lda hali общий koloniyadagi qamoqxonaga olib ketmagan. Ahvoli yomon emas, ammo urinib ketgani ma'lum. Ancha urinib ketgan holati eskisiga nisbatan. Chunki u ichadigan vitaminlari va boshqa o'ziga qiladigan ovqatlarni u yerda qila olmayapti. Jasmina Trans'da tergovi ancha davom etadi. U bugun yoki ertaga yoki bir oydan keyin bitishi hali aniq emas. Chunki ustida delalar mavjud, o'zi ham juda yaxshi biladi bu holatni, qanday statiyalar boshiga ilinishini, bo'yniga ilinishini, bo'yniga qo'yilishini juda yaxshi biladi va bu hozir u yerda faqatgina o'zi yakka emas, uni safdoshlaridan ham mavjud. Hozirgi holatini aytadigan bo'lsak, agar unga tergovda yoki aytaylik o'sha sudda qamoq jazosi berilmagan taqdirda ham aniq deport jazosi beriladi. Buni o'zi ham juda yaxshi biladi, ammo buni advokatlari hozir qattiq kurashmoqda. Eng yomon tarafi bu ikki tarafning advokati kurashishi vaqtni cho'zishiga olib kelishi, menimcha hammaga ma'lum bo'lsa kerak. Tez orada chiqadi, ana endi chiqadi degan gaplarga hozircha ishonmang. Chunki tergov juda qattiq va o'sha yerdagi delalar, aytaylik, unga ilinayotgan nima deydi, muammolar yoki o'sha bo'yniga qo'yilayotgan xatolari, ayblari normalni ko'p. Yaxshigina, talagina borligini o'zingizlar ham bilsanglar kerak va bu narsani nafaqat men, hattoki o'sha jabrlanuvchilar ham, Jasminani yozib berganlar ham hozir aytib bermadi. Sababi Turkiya siyosatiga ko'ra bunday holatni ochiqlash o'zi mumkin emas ekan. O'shaning uchun bizga ham yetib kelgani yo'q buni ma'lumotlari. Lekin bunga nisbatan ham, ya'ni Jasmina Transga qarshi insonlar ham juda kuchli eng Istanbulda taniqli advokatlari borligini eslatib o'taman va sizlarga o'sha maslahatim chiqarkan, ana chiqadi endi buni yasaydi, uni qiladi deyishdan uzoqlashib turing. Agar unga muxlis bo'lsangiz yoki aytaylik o'sha uni qo'llab-quvvatlasangiz, duo qilishingizni maslahat beraman. Sababi ishi mushkul oson bo'lsin, xatosi, aybi yoki aytaylik qilgan qilmishi uchun javob berishi, bu menimcha siz uchun ham men uchun ham to'g'ri fikr. Shu Jasmina Trans haqidagi o'sha eng oxirgi ma'lumotlar shular. Tez orada chiqar ekan degan har xil boshqa transning videosiga ishonishingizni tavsiya qilmayman, chunki ular hech qanday ma'lumotga ega emas bu haqida. Qoraqo'lda ushlab o'tiriladi, hali u osonlikcha qo'yib yubormaydi, chunki reydda qo'lga tushgan, hattoki uni gapirish uchun qo'shnilari ham shikoyat qilgan mayda bezorlik bo'yicha. Hammasi to'planadi va unga qarab sudya qaror qiladi. Videoda shu yerda sizlar bilan xayrlashishga majburman. Sizlar bilan men bloger Muhammadjon Madih bo'ldi. Ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.